Двери открываются. Yo'lni to'sib 15 minut 20 minut Борт самолета не разрешает. ochib tashlamasdan akkuratно yeymiz. Хорошего вечера. Hop. Gomelga ham yetib keldik. Adamiz sekin ketyapti. Посмотрим, чтобы это максимально было ровно. И Sizlarga xayrli kun desa ham. Xullas, shu Belarusiyaga borgan videoni dakansa boshdan oxirigacha video qilishga harakat qildim. Mana uydan chiqdim. Endi sekingina yo'lga olamiz. Yo'lga olamiz. Lift chaqirib hozirgina kutib turamiz endi. Первый этаж. Двери открываются. Bizda yaxshigina уже qor ko'rsatib qo'yadi ko'chani ham. Bizda domlar, bizda rayonlar shu holatda sekin ko'chaga qarab otlandim. Bunaqa bolachalar yotibdi yerda. Xalaqit qilib, yo'lni to'sib. Qorda nima ham ketmayapti. Chemodanim ham yurmayapti. Taksi qayerga keldik endi. Papa. Скорее всего, вот он. Shu taksi keldi, dalsha endi taksida snimat qilishdi. Davom ettiramiz. Kutib turibdi mana. Taksimiz qorga botib qoldi. Mashinaga ham o'tirdik mana, xudo xolasa 15 minut 20 minut boramiz. Endi qolganini dalsha aeroportga olib ketaman. Vnukovaga ham keldik. Moskvada Vnukovo aeroporti. Ko'pchilik juda yaxshi biladi shu Moskvaga kelganlar. Bizga shu yaqin aeroport 17 minutmi 18 minutda yetib keldik. Endi dalsha ichkariga qarab pasport kontrol olg'a. Endi oldinda safarimizda bizni qanaqa yangiliklar kutib turibdi, nimalar kutib turibdi. Sekin ko'rib boraveramiz. Sekin hozir pasport kontrol yuklarni beramiz. Ichkariga kiramiz. Xullas, aeroportga birinchi kirishim bilan menga ruxsat berishmadi, snimat qilishdi ko'chada. Hamma yuklarni olib o'tib, endi pasport kontroldan o'tgandan keyin ruxsat berdi. Hozir so'radim. Bular juda asabbuzarlik. Bir o'zimni snimat qilyapman, bir jinoyat qilingani yo'q. Shunda ham endi politika deydi, siyosat deydi o'ziniki. Mayli, nima deymiz? Meni 29-dan chiqishim. 29-ga qarab ketyapman. Вот. Nima deydi? Sokin, tinch. Xudo xolasa endi kutamiz. Hammasi bo'ladi. Belarusiyaga uchayotganlar shu yerda. Endi oxirroq keldim. Hozir Moskvada probka, qor qattiq yoqqan. Shuning hisobiga oxirroq kelishga harakat qildim. Mana biz mana shu yerdan uchamiz 29-da chiqishdan. Faqat hali vaqtli bo'lgani uchunmi, odam ko'p emas. Sekin kelsa kerak. 29 dan. Вот, birinchi nima uchun, videoim uchun nima deydi? Gapim joy kelmayapti. Oldin masalan Peterga, Dagestonga borganimda, Tailandga borganimda afsuski bunaqa videolar qilmaganman. Bilmadim endi. Qanaqa chiqadi, qanaqa emas. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlash, поддержка. Aeroportdamiz. 29 mana shu yerdan biz chiqamiz, xudo xolasa. Faqat bizda hali yaxshigina vaqt bor. Vaqtni kutib turamiz endi. O'tirib
samolyotlarni ko'rib, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman Vnukovo aeroportini. Hamma joyda qor, sokinlik, tinch. Hali samolyotimizdan darak ham yo'q. Samolyot mana shu yerga kelishi kerak, mana shu joyga. Bizda samolyotimizdan afsuski hali darak yo'q. O'tiramiz endi telefon o'ynab. Kutdik. Qancha? Почти 1 soat kutdim. Aytdim, probkalik uchun vaqtli keldim deb. Samolyotimiz ham уже keldi. Tayyorgarlik qilishyapti. Наконец-то chiqdik mana samolyotga. Sekin посадка bo'lyapti. Lekin uzoq kutdik. Xudo xolasa, esalomon ichib borsak zo'r bo'ladi. Samolyotga ham o'tirib oldik. Kichkina ozgina samolyotcha, 2 kishilik. Bu tomonda, bu tomonda yonimda odam yo'q. Bu yana plus, хорошо. И hozir sizlarga ko'rsataman. Shunday qilib, bemalol osongina ketamiz. 1 soat 25 minut uchamiz, xudo xolasa. Bu tez oson. Oldingi uchganlarimga qaraganda juda yaxshi. Qolganini endi shu yerda xudo xolasa davom ettiraman. И напитки, принесенные вами с собой на борт самолета, не разрешается в течение всего полета. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам приятного полета. Xullas, 1 soatlik yo'l bo'lganiga qaramasdan, отдельно чай, кофе berishdi. Desert, kichkina desertcha. Bilmayman buni ichida nima bor, hozir tajriba qilib ko'ramiz. O'zi aslida 1 soatlik yo'lga даже suv ham bermaydi bir xil kompaniyalar. Bunda nima desa bo'ladi? Ну, пирожный bunaqa shikolatdan bo'lgan mini пирожный. Endi gрамотный odamlarga o'xshab ochib tashlamasdan аккуратно yeymiz. Вкусно. O'zimizda oddiy bunaqa sladkий narsalar aslida juda yaxshi ko'rib yemayman. Yermak uchun, zerikmaslik uchun zo'r. Видите вас снова, смотря авиакомпания «Делай» до новых встреч. Хорошего вечера. Speaking of flight reservation, all the best. We'll see again on board the aviacompany aircraft. Good luck. Have a good evening. Oxirida qoldik. Hammani chiqarib, endi sekin chiqib ketyapman. Bular ham shoshqaloq ekan. Har doimgidek. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Вот. Gomelga ham yetib keldik. Ko'rishlaring mumkin. Вот, chotda. Вот. Soat ham 5:30 bo'ldi, 17:30 bo'ldi. Yaxshigina bu yerda ham sovuq, -15 bo'lyapti. Xudo xohlasa esalomon yetib keldik, chotga. Mana Gomel. Hozir endi bu yerda ham pasport kontrol bo'ladi. Endi pasport kontroldan xudo xolasa o'tsak, bolalar уже kelishdi. Kutib turishibdi. И dalish keyin otelga qarab ketamiz. Xo'p, yaxshigina sovuq. Moskvadan sovuq desa ham bo'laveradi. Aeroport kichkinagina. O'sha Gomel o'zi kichkina shahar ekan. Shuning uchun hozir kutib turibmiz. Yuklarimiz hali chiqqani yo'q. Yuklarimiz chetdan chiqar ekan. Evet. Ozgina kutib turamiz, chunki hamma odam tushdi, qo'ndi, yuklar endi sekin chiqaradi. Chiqqaningizda уже bunaqa alkogolni, hamma narsani sotib olsangiz bo'ladi. Odamlar olyapti. И zona ожидания mana bu yerda.
Endi ozgina kutib turamiz, endi yuklarimiz chiqsa, keyin atelga qarab yo'l olamiz. Dima keldi hozir, mana mashinadamiz, sekin ketyapmiz, sekin xudo xolasa. Evet. Hozir borib qorni to'qlaymiz birinchi ochiribdi. Keyin atelga qarab yo'l olamiz. Qolganini postepенно qo'yib ketaveraman. Hozir ovqatlanib chiqdik. Bu yerda yaxshigina sovuq, даже Moskvadan sovuq ekan. Bu bitta ichkariroqda ko'chada. Hali bu yerda ham yangi yilda nimasi bor? Tafti kelib turibdi, ko'rib turibsizlar. Bu mehmonxona otelimiz. Biz bu yerda ovqatlanib chiqdik. Juda ham yaqin, bliska. Mashinalar mana chiroyli. Endi sekin-sekin kirib dam olamiz. Ertaga o'qish qorin to'ydi, mehmonxonaga joylashdik. Ertaga endi darsda boshlaymiz. Hozir ko'rsatib ketaman. Sizga yaxshigina sovuq bo'lyapti lekin. Evet. Ichkariga kiramiz. Haliyam bitta yangi yil. Bitta haliyam yangi yil. O'shani aytganimdek. 3-chi etajda ekan, 306-xona. Kichkina liftcha 3-chi etajga chiqamiz. Nima desa bo'ladi? Odamlar yaxshi, odamlari bunaqa neto gapirgan yo'q. Qayerda bo'lsa yaxshi munosabatda, yaxshi muomalada bo'lishyapti. Zo'r. Mehmonxona tinch. Birov meshet bergan yo'q hech kim bir-biriga. Вот. Keldik chiqamiz. Chiqqanimizda 3-chi etaj. Bitta ozgina chiqib o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi. Baxil. Вот. Meniki hozir 3-chi etaj. 306-xona. Составляющие. Сейчас я буду делиться с тобой своим вкусом, своим видением, да? То, что буду рассказывать про то, что именно в моем вкусе, то, что мне нравится, за что я топлю, понимаешь? У тебя, конечно же, может быть свой вкус, да? У тебя может быть свой стиль и все такое, и это нормально, да? Все люди разные, у всех подходы и стиль, в принципе, соответственно, разные. Hammaga xayrli kun desa ham bo'laveradi. Mehmonxonadan chiqdim. Bu yerda juda sovuq, -26 bo'lyapti. Yaxshi ham shkolamiz, shu o'qiydigan joyimiz mehmonxonadan uzoq emas. Uzoq 2 minutlik yo'l, birpasda yetib boramiz. Men o'zimga kiyimlar olgan edim. Afsuski so'ramabman, nimani ko'rmabman. Ob-havo qanaqa bo'lishini ko'rmaganman. Bunaqa olganman. Nima deydi? Oy. Xato qildik. Mayli. Yuqa kiyimlar olganman, futbolka, shunaqa narsalar olganman. Ularni kiyib bo'lmayapti. Ko'chani ko'rsatib qo'yaman. Mashinalar o'tyapti, lekin quyosh bor. Quyosh bor, lekin sovuq dahshat. Bitta postovkada yuribman, endi iloji yo'q o'sha qalin narsamda. Kirib magazinga bir narsa olay desam, vaqt yo'q. Ertalab chiqib o'qishga, kechqurun kech chiqyapmiz. O'qishdan keyin kirgani unchalik охота emas. Xullas shunaqa. Sovuq, yaxshigina sovuq bo'lyapti. Qayerdadir shu atrofda magazin bor edi. Kirib bir narsa olish kerak. Suv degandek. Xullas shu. Kecha ham anchagina ishladik, charchadik. Undan keyin o'sha uyga. Вот, magazin bor ekan. Hozir men bir kirib chiqay. Bir narsa olib chiqamiz. Magazinga kirib suv olib oldim endi.
dars jarayonida baribir kerak bo'ladi, ichiladi. Hop, bu yerda endi dars paytida video qilmayap turganimning sababi, ko'p video qilmayap turganim sababi, video qildim. Chunki dars qiziq, darsdan qolib ketmaslik uchun ko'p vaqtimni videoga sarflamayapman. Kontent uchun emas, shu o'qish uchun kelganligim uchun ko'p aksent, ko'p vнимание, e'tibor o'qishga bo'lyapti. Agar video qilaman deb yugurib, aqa o'tib chalg'isam, ko'p narsadan qolib ketaman. Shuning uchun o'qish haqida ko'p informatsiya berilmayapman. Buni to'g'ri tushunasizlar. Biz ham keldik, уже mana shu ozgina kichkina joyda. Bu tomonda kiramiz и darsimizni boshlaymiz. Men darsni boshladim. Ozgina proseslarni iloji bo'lsa olib ketaman videoga. Agar ololmasam uzr. Bugun ikkinchi kunimiz bizda. Modellarimizni, kechagi qilgan modellarimiz ukladkalarini qildik. Ko'rasizlar. Orqalari, obyomlari, teksturalari, hamma narsasi ko'ringan. Keyingi modelimiz mana bu yerda. Buni tayyorlab bo'ldik. Лак спина. Лак тебе дать. Сейчас забьем лаком. Будет нормально. Все будем говорить, что только на лаке держится. Ikkinchi kun. Darslarimiz shu tarzda davom etyapti. Hozir endi ikkinchi kun boshlanadi. Vaqt bo'lsa videoni qilamiz, bo'lmasa keyin darsdan keyin yana gapirib, tushuntirib o'tib ketaman. Hammaga omad ishlarga. Men darsni boshladim. Xullas, bugun обучениямizning oxirgi 7-kuni. Mana 7 kun Belarusiyada, Gomel shahrida bo'ldim. Bolalar bu yerda tvorческий bolalar, ijod bilan shug'ullanadi. Uncha pulga e'tibor bermas ekan, lekin bolalar ham, ko'chadan keladigan klientlar ham hammasi stilli. Bular ko'proq bizga o'xshagan yo'q, kalta sochlarda, feydlarda emas, uzun sochlarda ko'proq yurar ekan. Shuning uchun ham bularning qo'li uzun sochlarda ishlashga ancha yaxshi kelgan. Men shuni tushundim. Har bitta ishni yurakdan, mehr bilan, detal bilan qilish kerak ekan. Men o'zim shunaqa qilib ishlardim ishda. Lekin hozir bularni ko'rganimda yana ham boshqacha ilhom kelib, odamni yana ham ishlagisi kelib, ishga bo'lgan muhabbat oshdi. Chunki bular bizga o'xshab, yana qaytarib aytaman, pul uchun emas. Mana hozir Nikita ishlayapti. Yurakdan har bitta detalni, boshda kamchiliklarini, qayerda yamasi bor, qayerda ishkasi bor, qaysi soch tarchashi joyi bor, hammasiga e'tibor berib, klient bilan konsultatsiya qilib, maslahat qilib yurakdan ishlar ekan. Bizga o'xshab kelgan sochni tap tez olib tashlamasdan. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman. O'zim ham bundan bag'iga xudo xolasa shunaqa ishlashga harakat qilmoqchiman. Detalni, ayblarini aytib boshda klient bilan xafa qilib qo'yaman, bir narsa degan emas. Yurakdan chiroyli qilib o'rgatib, aytib, shunaqa qilib ishlash. Pulga ko'p mehr bermasdan, ishing sifatli, качественный bo'lsa, o'zi klientlar kelaveradi, pul o'zi keladi. Buni hamma biladi. Sizlarga maslahat beraman. Birinchidan baqa kelganimga obstanovka, holat, mentalitet o'zgardi. Odamlar bilan gaplashish, oziq-ovqat yeyish, ko'chada yurish, o'zingizni tutishingiz, hammasi interesno. Baribir tashqariga chiqqanidan keyin kultura hammasi boshqa. Buni maslahat beraman sizlarga ham putешествовать qilishdi. Malaka oshirish, fikr, opit almashtirish. Masalan, har bitta barberda yosh opitni barber bo'ladimi, opitsiz barber bo'ladimi, 1 yil bo'lgan bo'ladimi opitiga, lekin hammaning o'zining stili, imiji, yo'nalishi bor. Maslahat beraman. Faqat razviyatsiya qilib, o'zingizning ishingizda birinchi o'ringa chiqishga harakat qilishga. Hammaga omad. Faqat o'samiz.